حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه وبرسله وتؤمن بالبعث. قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة الآية. ثم أدبر فقال: ردوه، فلم يروا شيئا. فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. Abu Hurayra raziyallahu anhudan rivoyat qilindiki, bir kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam kishilar bilan billa turadi. Bir odam kelib payg'ambarimizdan iymon degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom iymon degan Allohga, Allohning farishtalariga, Allohga ushurishga, Allohning payg'ambarlariga, o'lgandan keyin tirildiganligiga ishonishdir deb javob berdi. U odam islom degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom islom degan Allohga shirik keltirmay ibodat qilish, namoz o'qish, zakot berish, Ramazon ro'zasini tutish deb javob berdi. U odam ihson degan nima deb so'radi. Payg'ambar alayhissalom ihson degan Allohga xuddi Allohni ko'rib turayotgandek ibodat qilish. Garchi sen Allohni ko'rmasangmi, Alloh seni ko'rib turadi deb javob berdi. U odam qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi. Payg'ambarimiz javob berguchi so'rg'uchidan ortiq emas. Qiyomatning oldin bo'ladigan alomatlardan xabar beray. Dedak o'z xo'jayinini tuqqan chaqda, padişlar cho'ng imorat silish bilan faxrlangan chaqda qiyomat yaqinlashgan bo'ladi. Qiyomatning vaqtini bilish masalasi Allohdan boshqa hech kim bilmaydigan 5 turlik g'ayb ishning ichida bor dedi. Ondan qiyomatning qachon bo'lganligini faqat Alloh biladi. Sura Luqman 34-oyatning bir qismi degan oyatni o'qidi. Shuningdan keyin u odam orqaga burilib chiqib ketdi. Payg'ambarimiz sahobalarga u odamni qaytarib kelinglar dedi. Sahobalar qarvidi, hech narsa ko'rinmadi. Payg'ambar alayhissalom u Jibril bo'ladi. Kishilarga din o'rgatish uchun kelgan dedi. Buxoriy va Muslim to'plagan.